eksportini ham eng pik gullagan vaqtiga yetib keldik va mevalaringizni saqlash uchun umumiy olganda 5 ta xolodilnik ijaraga beriladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Demak, Orzu ideal oldidan kirganimizda yo'lingizga ham yaqin joyda ko'chalar asfalt katta yuk mashina kiradigan noturar joyimiz ijaraga beriladi. Bu noturar joyimizni ko'rib turganingizdek, jami bo'lib mana shu joyingizda 5 ta xolodilniklari bor. Ham xolodilnik, ham morozinnik. Muzqaymoqdan tortib mevalarni ham, go'sht mahsulotlarini ham saqlash uchun mo'ljallangan. Har bittasini sig'imi 100 tonnadan ekan. E'tibor berib qo'yasiz. 100 tonna yukni bemalol muzlatib bera oladi. Bu esa 90 kvadratli alohida qo'shimcha foydalangan qismi, ishlab chiqarish uchun foydalansangiz ham bo'ladi, boshqa maqsadlarda ham va xuddi shu joy tagida shuncha. Yana 100 tonna sig'imli podval qismida yana bitta morozinligi, xolodilnigi ham bor. Bu joyni ham ijaraga olsangiz bo'ladi. Ko'rgan qismlarimizdan tashqari mana bu yerda ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan qismimiz ham bor. Hovlini ham ko'rib turibsiz. Bu yerda ham sklad tarzida foydalansangiz bo'laveradi. Keng plashatkaga ega. Furalar ham bemalol kirib chiqib yukini to'shib turib ketaveradi. Bu 400 metr kvadratli sushilka uchun mo'ljallangan ekan. Yo'q emas, sushilka emas, ishlab chiqarish uchun foydalanaman desangiz, mana bu narsani olib chiqib ketishadi. Kelishilgan holatda mana shu joyni ham ishlab chiqarish uchun yoki sushilka uchun olsangiz bo'ladi. Demak, noturar joyimizni alohida e'tibor berib qo'yasiz. O'zini sanuzli, uni buxgalter uchun mo'ljallangan xonasi va oshxonasi mavjud. Ikkinchi qavatda esa 25 ta 30 ta talaba uchun mo'ljallangan yotoqxonani tayyorlab qo'yishdi deyarli. Bu joyni talabalar ham ijaraga olsa bo'ladi. Narxini ham ancha qulay aytishdi. Kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi mavjud. Joyimiz ham mana aytib o'tgandek asfalt ko'cha bilan kelamiz, yo'lingizga ham yaqin joyda. Bu tomonimiz yangi qurilayotgan institutga, Yangi O'zbekiston massiviga ham yaqin. Pastdagi raqamga aloqaga chiqib, xohlaganingizda ijaraga olsangiz bo'laveradi.